120 gram suvga 80 gram natriy xlor eritildi. Hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini toping deyiladi masala sharti bo'yicha. Xo'p. O'zi foiz konsentratsiya qanday topilardi? Misol uchun, eritmada suv bilan tuz aralashmasini umumiy eritma hosil qilsak, suvning massasini M1 deb olib, misol uchun birinchi eritmadagi suvning massasi va ikkinchi eritmada eruvchining massasi. Bu erituvchi, bu eruvchi. Jami hosil qilardi umumiy eritma, ya'ni massa eritma. Foiz konsentratsiya topish uchun erigan modda massasi, ya'ni M2 ni bo'lamiz eritma massasiga, ya'ni M eritma ko'rinishda yozib olaman va ko'paytiramiz 100 ga. Mana shunday jarayonda foiz konsentratsiya kelib chiqadi. Endi formulada o'rniga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni masalan sharti bo'yicha erituvchimiz, ya'ni M1 imiz 120 ga teng. Qo'shamiz M2 bu eruvchi massasi 80 gramni tashkil etadi. Jami eritmamiz qancha bo'ladi? 120 ga 80 ni qo'shsak, hosil bo'lgan eritmamiz 200 gram bo'ladi. Endi foiz konsentratsiya hisoblab qo'yamiz. Ya'ni formulaga qo'ysak bo'ldi. Xo'p, foiz konsentratsiya topish uchun erigan modda massasi 80 gram, ya'ni tepaga 80 ni qo'yaman, bo'lamiz umumiy eritma massasi, ya'ni 200 ga. 80 ni 200 ga bo'lib turib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, foiz konsentratsiya kelib chiqadi. Demak, 40% kelib chiqar ekan. Javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi o'zgargan savolni ko'ramiz. Keyingi savol o'zgaryapti. 9-savolda. 200 milli zichligi 1,4 gram taqsim milli bo'lgan kaliy gidroksid eritmasida tarkibida 56 gram ishqor bo'lsa, eritmani foiz konsentratsiyasini toping deyiladi. Endi e'tibor berishimiz kerak. Bilamizki, zichlikni topish formulasi bor. Zichlikni topish uchun bo'lardik eritma massasi bo'lingan erigan modda hajmi. Bu millilitrda o'lchanadi. Bizda nimalar bor? Hajm bor, zichlik bor, demak massa yo'q. Massa o'rnini almashsa, massa topish uchun, eritma massasini topish uchun zichlikni ko'paytirib qo'yamiz hajmga. Xo'p, zichligimiz 1,4 ga teng, hajmimiz 200 millini tashkil etadi. 200 ni 1,4 ga ko'paytiramiz. 280 gram eritma bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Bizda 280 gram eritma bor edi. Bu mana shu eritmani tarkibida 56 gram ishqor bor ekan. Qolgan misol uchun 200 bizda suvning massasini so'rab qolsa, misol uchun 250 dan 56 ni ayirib qo'ysak bo'laveradi. Endi foiz konsentratsiya hisoblaymiz. Hozir bizda eritma massasi kelib chiqib bo'ldi. Xo'p, foiz konsentratsiya topish uchun erigan modda massasi, ya'ni sizlarga bundan oldingi formulada aytdik, M2 ni bo'ldik M eritmaga, to'g'rimi? Bo'lib turib 100 ga ko'paytirdik, foiz konsentratsiya kelib chiqdi. Endi mana shu formulaga qo'yamiz, ya'ni foiz konsentratsiya topish uchun erigan moddaning massasi mana 56 gram bo'ldi. Ko'pchilik o'ylaydiki, ya'ni 280 dan 56 ni ayirib umumiy hosil bo'lgan yangi eritma deb olamiz deydi. Yo'q, bu umumiy eritma massasi. Mana shu tarkibida 56 gram ishqor bor deyiladi. Shuning uchun 56 ni bo'laman 280 ga ko'paytiraman 100 ga. Natijada foiz konsentratsiya kelib chiqadi. 20% kelib chiqar ekan. Demak, javobimiz A javob bo'ladi. Xo'p, keyingi o'zgargan savolni ko'ramiz. 11 xil, 11-savolda o'zgaryapti. Xo'p, o'qib eshitiraman. 5 mol suvda 0,5 mol natriy gidroksiyani ishqor eritildi. Hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini toping. Endi eritmada eritilgan moddalar massasini hisoblab olaman. Ya'ni suvni bilamizki 1 molning massasi 18 gramni tashkil etadi, to'g'rimi? Endi masalan shart bo'yicha suvni 5 mol deyilyapti. Necha gram tashkil etadi deb topamiz. Ya'ni 5 ta 18 ga ko'paytirib 1 ga bo'ladigan bo'lsak, 90 gram suv bo'ladi. Endi natriy ishqorni ham xuddi shunday hisoblab olamiz. Ya'ni natriy gidroksidni 1 molning massasi 40 gram. Masalaning sharti bo'yicha 0,25 mol deyiladi. 0,25 40 ga ko'paytirganimiz 4 ga bo'lganimizga teng, ya'ni 10 kelib chiqadi, to'g'rimi? Endi umumiy erituvchi bilan jami eruvchining massasini hisoblaydigan bo'lsak, hosil bo'lgan yangi eritma kelib chiqadi. Natijada 100 gram kelib chiqadi. Foiz konsentratsiya hisoblaymiz, ya'ni foiz konsentratsiya topish uchun, hop, erigan moddangiz massasi 10 gram. Bu yerda mana buni 100% deb qo'yibman, mana shu 100% emas, 100 gram eritma desak to'g'ri bo'ladi. Mana buni gramda olsak to'g'ri bo'ladi. Endi 10 gram natriy gidroksid, ya'ni erigan moddangiz massasini bo'lasiz umumiy eritma massasi, ya'ni 100 gramga. Va buni ko'paytirib qo'yasiz 100% ga.
Natijada foiz o'zgarmaydi. Ya'ni 100 bilan 100 qisqarsa 10 da o'zi qoladi. Natijada 10% kelib chiqadi. Demak, konsentratsiya 10% bo'lgan. Javobimiz B javob bo'ladi. Keyingisi 13-savolda o'zgaryapti. E'tibor berishimiz kerak. Juda ham sodda savol. Xo'p. Masalada 100 gram natriy xloridga 400 gram suv qo'shib, eritma massasini toping deyapti. Qaranglar. 400 gram natriy xlorid bor edi idishda, uni ustiga 400 gram suv ustiga 100 gram natriy xlorid qo'shdingiz. Xo'p, hosil bo'lgan eritmani toping deyapti. Nima qilamiz? 100 gram natriy xloridni 400 gram suv qo'shyapmiz. Natijada umumiy hosil bo'lgan eritmani massasini hisoblaydigan bo'lsak, 400 ga 100 ni qo'shib qo'yamiz. Natijada yangi eritmamiz 500 gram tashkil etadi. Javobimiz C javob bo'ladi. Mana keyingi o'zgarganlar keyingi listda bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi list tugadi. Keyingi betga o'tamiz. Xo'p, keyingi betimiz mana 16-savolda o'zgaryapti. 16-savolni ko'ramiz. Hajmga oid berilgan. Xo'p. Eshitamiz. 132 gram suvda 44,8 litr normal sharoitda egallagan vodorod sulfid gazi eritildi. Hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini toping deyapti. Bizda suv aniq, gazni hajmi aniq, lekin massaga o'tib olishimiz kerak. Shunga demak, vodorod sulfid har qanday gaz normal sharoitda 22,4 litrda egallaydi. 22,4 litrda egallagan gazni hajmi necha bo'lsa, necha gram vodorod sulfid bo'ladi desak, 32 ga qo'shib qo'yamiz. 34 gram bo'ladi, to'g'rimi? Endi bizda 44,8 litr deyapti. 44,8 ni 34 ga ko'paytirib 22,4 ga bo'lsak, bunda 68 gram vodorod sulfid erigan bo'ladi. Endi umumiy massa hisoblaymiz, ya'ni 132 gram suvda 68 gram gaz eribdi. Jami eritmamiz shunda 200 gramni tashkil etadi, to'g'rimi? Endi foiz konsentratsiya hisoblaymiz. Erigan moddamiz bu gaz, ya'ni vodorod sulfid suvda erib sulfidda kislotani hosil qiladi. 68 gram mana buni yana gram foizda deb bo'ladi. Gramda desak to'g'ri bo'ladi. 200 gram eritma. Endi 68 ni 200 ga bo'lib turib 100% ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 68 ni 2 ga bo'lganimiz aytang, ya'ni 34% ni tashkil etadi. Javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi savol ham xuddi shu, ya'ni 180 ml deyapti, 1 ga ko'paytirib gramda ishlasanglar bo'ladi. Keyingisi 18 da o'zgaryapti. 18 ham bir xil. 19 da o'zgaryapti, mana shuni ko'ramiz. Bir hajm suvda 280 hajm vodorod sulfid eritildi. Hosil bo'lgan eritmani massa ulushini toping deyapti. Omegada berilgan. Xo'p, bir hajm suvimiz, ya'ni 1 litrimiz 1000 ml tashkil etadi. Buni 1 ga ko'paytirib gramga o'tadigan bo'lsak, 1000 gram bo'ladi. To'g'rimi? Endi 280 hajm metan deyapti. Metan normal sharoitda har qanday gaz 22,4 litrda egallagan gaz, ya'ni metan gazimiz 16 gram tashkil etadi. Bizda 280 hajm deyapti. 280 da qancha? Buni 280 ni bo'lamiz 22,4 ga 12,5 chiqadi, ko'paytiramiz 16 ga. Natijada 200 gram kelib chiqadi. Endi e'tibor beramiz. 1000 gram eritmada suv bor edi. 200 gram metan eritildi, gaz. Natijada 1200 gram eritma hosil bo'ladi. Endi foiz konsentratsiya topadigan bo'lsak, erigan moddangiz massasi 200 gram, hosil bo'lgan eritma massangiz umumiy massasi 1200 gram. 200 ni 1200 ga bo'lib turib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, massa ulushda mana bu 1/6 ga to'g'ri keladi. Chunki 1200 ni 2 ga bo'lsangiz, hop, 6 pastki qismiga 6 yozaman, tepaga 1 yozaman. Natijada 1/6 kelib chiqadi. Javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi savol, 20-savol ham xuddi shu, ya'ni 6.02 ni, ya'ni Avogadro soni bo'yicha beryapti. Avogadro soni bo'lib turish xuddi shunday ishlasangiz bo'ladi. Keyingi savol, 21-savolda o'zgaryapti. Oxirgi savol, 67,2 litr gaz, ya'ni vodorod sulfid normal sharoitda egallagan gaz 298 gram suvda eritildi. Foiz konsentratsiya hisobladilyapti. Bu ham sodda, ya'ni vodorod sulfid aytib o'tganimizdek 22,4 litrda egallagan vodorod sulfid massasi necha gram? 34 gram. Endi masalan shart bo'yicha 67,2 litr deyapti. Qaranglar, 67,2 22,4 dan 3 marta katta. 3 taqsim 1 ga. 34 ni 3 ga ko'paytirsanglar
necha kelib chiqadi? 102 gram kelib chiqadi, to'g'rimi? Endi qaranglar, 102 gram vodorod sulfid 298 gram suvda eritilibdi. 298 2 ga qo'shsangiz 300, 300 ga 100 ni qo'shsangiz 400. Endi qaranglar, erigan moddangiz 102 gram, foiz konsentratsiya hisoblang deyapti. 102 ni 400 ga bo'lib turib, 100 ga ko'paytirib qo'yamiz. Natijada erigan modda foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi. 102 ni 2 ga bo'lsangiz 51, 51 ni 2 ga bo'lsangiz 25 u 5% kelib chiqadi. Demak, javobimiz D javob bo'ladi. Tushundinglarmi? Keyingisi, endi kristalli gidratga oid. Kristalli gidratda doim esingizdan chiqmasin, tuzni tatib ko'ramiz, chunki ichida suv ham bor. Eshitamiz. 375 gram suvda 25 gram mis kuparosi eritildi. Natijada hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini toping deyapti. Umumiy eritma tayyorlab olamiz. 375 gram suvga 25 gram kristalli gidrat qo'shsak 400 gram eritma bo'ladi. Endi mis kuparosidagi tuzni tatib ko'rishimiz kerak. Demak, mis sulfat ko'paytirilgan pentagidratdan deb ataymiz, 5 ta suv. 160 gram tuzga 5 ta 18 ga ko'paytirsa 90 gram suv to'g'ri kelyapti. Natijada 250 gram bo'ladi kristalli gidrat massasi. Masalaning sharti bo'yicha 25 gram degan shu kristalli gidratda necha gram tuz bor deb topamiz. 25 ni 160 ga ko'parib 250 ga bo'lsak 16 gram bo'ladi erigan moddamiz, ya'ni tuzimiz. Endi buni tatib ko'ramiz. Foiz konsentratsiya hisoblash uchun erigan moddamiz 16 gram. Mana buni gram deb hisoblaylik. Eritma massasi 400 gram. 16 ni 400 ga bo'lib 100 ga ko'paytirganimiz, e'tibor beramiz. 100 bilan 400 qisqarsa 4 taqsim 1 ga qisqaradi. 16 ni 4 ga bo'lsak 4. Demak, 4% bo'lgan ekan. Javobimiz B javob bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, mana qolgan savollar xuddi shunga o'xshash ko'rishimiz mumkin. Keyingisi suv tuz bug'lanishiga oid masalalarni ko'rib chiqamiz. 130 gram suvda 40 gram natriylar, ya'ni osh tuzi eritildi va eritma bug'latilganda eritmaning massasi 10 gramga kamaydi. Hosil bo'lgan eritmaning yangi eritmaning foiz konsentratsiyasini toping. E'tibor beramiz. 130 gram suvda 40 gram tuz eritilib, 170 gram eritma hosil bo'ladi. Endi eritma bug'latilganda 10 gramga kamaydi. Yangi eritma 160 gram bo'ladi, to'g'rimi? Endi mana shu tatib ko'ramiz. 40 gram natriy xlor tatib ko'ramiz. Qanday? Erigan moddasi 40 gram, hosil bo'lgan yangi eritma 160 gram. 40 ni 160 ga bo'lganimiz 1 ni 4 ga bo'lganimizga teng. Va 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 25% kelib chiqadi. Javobimiz D javob bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingilar ham xuddi shunga o'xshash, 29 ham xuddi shunga o'xshash, ya'ni 12 mol natriy gidratni massasiga o'tib olasizlar, shuni esingizdan chiqarmang. Qolgan savollar xuddi shunga o'xshash. 31 da o'zgaryapti-ku, 31 ham boshlang'ich masalalarga o'xshaydi, boshdagi masalalarga o'xshaydi. 150 gram eritmada eritma bug'latilganda 50 gram tuz qoldi. Boshlang'ich eritmaning konsentratsiyasini hisoblaydilar, to'g'rimi? Qarang. Xo'p, 150 gram eritma bug'latilganda 150 gram tuz qolgan ekan. Endi dastlabki eritmasi qancha bo'lgan topish uchun 150 ga 50 ni qo'shib olasiz. Dastlabki eritmasi 200 gram bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, shart bo'yicha mana shu dastlabki eritmaning konsentratsiyasini hisoblaydilar. Foiz konsentratsiya topish uchun dastlabki erigan modda tuzimiz 50 gram, dastlabki eritma massasi 200 gram. 50 ni 200 ga bo'lib turib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsa 50 ni 2 ga bo'lganimizga teng, ya'ni 25% kelib chiqadi. Tushunarlimi? Keyingi savol. Xo'p, mana bug'latilishga oid yana masala kelgan. Ko'rib chiqamiz buni ham. Xo'p. Masalan, shart bo'yicha 200 gram suvga 50 gram shakar soldingiz, natijada necha gram eritma bo'ladi? 250 gram eritma bo'ladi. Bu bug'lanibdi. Bug'langanda temperatura ta'sirida bug'langanda 150 gram eritma bo'lib qolibdi. Tushunasizlar? Endi 250 gram eritma edi. Bug'latilgandan so'ng 150 gram bo'lib qolibdi. Hosil bo'lgan yangi eritma necha gram? 100 gram eritma bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni massa ulushdan aniqlaydi deyiladi. Bizda shakarimiz 50 gram edi. Foiz konsentratsiyani massa ulushda hisoblaymiz. 50 gram shakar edi. Yangi eritmamiz 100 gram bo'lib qolibdi. 50 ni 100 ga bo'lib qo'ysak bo'ldi. Konsentratsiya kelib chiqadi.
0,5. To'g'rimi? 100 ga ko'paytirmaysiz chunki massa ulush omegada beryapti. Da javob bo'ladi. Keyingisi xuddi shunga o'xshash mustaqil ishlash uchun deyilyapti. Qolgan masalalarni abituriyentlarga o'ziga qoldiramiz. Mustaqil holatda ishlash uchun. Bular ham mana mustaqil ishlashga masalalar dastlabki masalalarga o'xshaydi, o'zaro bir xil. Mana misol uchun birinchisini ko'rib beraman. Ya'ni 20 gram osh tuzi deyilyapti, 180 gram suvda eritilyapti. Yangi eritmamiz 200 gram bo'ladi, to'g'rimi? Foiz konsentratsiya topib qo'ysak bo'ldi. Erigan moddamiz 20 gram, eritma massasi 200 gram. 20 ni 200 ga bo'lib turib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, necha foiz kelib chiqadi? 10% kelib chiqadi. Demak, javobimiz B javob bo'ladi. Xo'p, qolgan savollar mana o'zaro o'xshash. Mana bu joyda 45-savol ozgina murakkabga o'xshayapti. Shuni ham ko'rib qo'yaylik. Endi e'tibor beramiz. Oxirgisi shu. Analiz natijasiga ko'ra, etil spirti va suvli eritmada spirtni 1 molekulasiga suvni 5 molekulasi o'rganyapti. Ya'ni etil spirti bilan, misol uchun C2H5OH bilan suv deb olsangiz, etil spirtni 1 moliga bitta molekulasiga suvni 5 molekulasi o'rganyapti. Savol: qaysi biri erituvchi, qaysi biri erituvchi? Qaysi biri erituvchi? Suv erituvchi, etil spirti erituvchi. Nimaga? Agar ikki xil suyuqlik bo'lib qolsa, doim miqdori ko'pi erituvchi deganmiz, to'g'rimi? Eritmani spirtni konsentratsiyasini top deyilyapti. Endi qaranglar, 1 mol spirtni massasi 46 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 46 gram spirt, 5 da ko'paytiradigan bo'lsak, 18, ya'ni suvning massasiga 90 gram suv, jami eritma hosil qilamiz. Xo'p, 90 ga qo'shaman 46 ni. Natijada eritma 136 gram bo'ladi. Endi foiz konsentratsiya hisoblayman. Erigan moddamiz 46, eritma massamiz 136. 46 ni 136 ga bo'lib turib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, 33.8% ni tashkil etadi. Xo'p, hurmatli abituriyentlar, qolgan masalalarni o'zingiz mustaqil ishlash uchun qoldiraman. O'zgargan masalalarni ko'rib berdim. Foiz konsentratsiya va eritma mavzusi mana shulardan iborat. Rahmat hammaga.